Tadbirkorlik subyektlari o'rtasida eng ko'p uchrashuvchi va nizoga sabab bo'luvchi holatlardan biri ijara shartnomasi bilan bog'liq masalalar hisoblanadi. Tadbirkorlik subyektlari o'rtasida u xoh ishlab chiqarish bilan faoliyati bilan yoki xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanishdan qat'iy nazar o'z faoliyatini boshlashda baribir ijara mulkini, ya'ni ma'lum bir mulkni ijaraga olish orqali o'z faoliyatini boshlaydi va ushbu faoliyatni davom ettirayotgan vaqtda ijara bilan bog'liq nizolarning kelib chiqishi natijasida ijaraga oluvchi, ya'ni tadbirkorlik subyekti bu yerda juda katta zararni ko'rishi mumkin. Ushbu zararlarni oldini olish uchun ham ular o'rtasida ijara shartnomasi tuzilishi lozim. Ammo amaliyotda juda ko'pincha holatlarda tadbirkorlik subyektlaridan ijara shartnomasi bor yoki yo'qligi to'g'risida ma'lumot so'ralganda, ular ijara shartnomasini soliq organlarida ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnomani taqdim qiladi. Ammo aslida bu narsa ijara shartnomasi hisoblanmaydi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va ijara to'g'risidagi qonunchilik bo'yicha tadbirkorlik subyektlari o'rtasida tuziluvchi ijara shartnomalari har qanday holatda, ya'ni muddatidan qat'iy nazar yozma shaklda tuzilishi, davlat ro'yxatidan o'tkazilishi lozim va soliq organlarida ham ro'yxatga qo'yilishi lozim bo'ladi. Ammo ko'pincha holatlarda ushbu tartibga rioya qilinmaydi. Aynan ijara shartnomasi bilan bog'liq nizolarda ko'pincha holatlarda ijara to'lovlari masalasida, uni qachon to'lanishi, qancha miqdori va to'lovlarni oshib borishi kabi holatlarda, undan tashqari ijara shartnomasi bo'yicha ijara obyektida qo'shimcha qilingan xarajatlar, ya'ni ta'mirlash uchun qilingan xarajatlar va ular bilan qilingan xarajatlarni qoplash to'g'risida yoki ijara shartnomasini bekor qilish bilan bog'liq masalalarda juda ko'p nizolar uchraydi. Aynan ushbu nizolarni oldini olish uchun ham ijara shartnomasi tuzilishi lozim va ijara shartnomasida aynan har bir bandda ushbu masalalar, ya'ni nizo kelib chiqqanda qanday yo'l bilan hal qilinadi, shu masala aniq ko'rsatilishi lozim. Aynan Fuqarolik kodeksi bo'yicha ijara shartnomasi bo'yicha ijara to'lovlarini 1 yilda 1 marta oshirish mumkinligi belgilangan. Ammo bu ijara shartnomasida alohida tartibda belgilangan bo'lishi ham mumkin. Aytaylik, siz ijara shartnomasida bu narsani 2 yil yoki 6 oy deb ko'rsatishingiz mumkin. Agarda ushbu shartga rioya qilmasdan turib ijaraga beruvchi bu to'lovlarni o'zgartiradigan bo'lsa, siz sud tartibida bu narsani o'zgartirishni talab qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi ijara to'lovlari uchun, ya'ni ijara obyektida qilingan qo'shimcha xarajatlar masalasida ham ushbu shartlarni ko'rsatish lozim va bunda ham yetkazilgan qo'shimcha xarajatlar yoki boshqa to'lovlarni qaytarish yoki kompensatsiya qilish kabi shartlarni ko'rsatib o'tish lozim. Shartnomani bekor qilish masalasida ham shartnoma qanday holatlarda bekor qilinadi, bekor qilish talablari va bekor qilishdan avval ijaraga oluvchini ogohlantirish yoki ijaraga beruvchini ogohlantirish kabi shartlar ko'rsatilishi mumkin. Va ushbu shartlarga rioya qilmasdan turib agar ijara shartnomasi bekor qilinadigan bo'lsa, buni sud tartibida o'z huquqlaringizni himoyasini talab qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi ko'pincha holatlarda esa ushbu shartlar, ya'ni ijara shartnomasi mavjud bo'lmaydi va ijara shartnomasi mavjud bo'lmagan taqdirda ijaraga beruvchi istalgan vaqtda ijaraga oluvchini ijara obyektidan chiqarib yubora oladi. Endi siz bu holatda shikoyat qiladigan bo'lsangiz, ijara shartnomasi mavjud emas va nizoni sud tartibida hal qilishga to'g'ri keladi. Sud tartibida ham nizolarga kelib chiqadi. Endi ijara shartnomasidan chiqarib yuborish masalasida ijara shartnomasida nazarda tutilgan tartibda chiqarib yuboriladi, ammo unga rioya qilinmaydigan bo'lsa, ijara obyektidan chiqarishning imkoni mavjud bo'lmaydi. Endi ijara shartnomasi bekor qilinadigan bo'lsa, istalgan vaqtda ijaraga oluvchi tomon, ijaraga beruvchi tomonidan ijara to'lovlari oshirib boriladigan bo'lsa, mana bu holatda tadbirkorlik subyektlari bu yerda juda katta zarar ko'radi. Aytaylik, ijara shartnomasi bekor qilinadigan bo'lsa, u qo'shimcha xarajatlarni, ko'chib o'tish xarajatlari va yangi joyda, aytaylik, xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, yangi joyga moslashish, klientlar kabi nizolarni keltirib chiqaradi va bu katta xarajatlarni keltirib chiqaradi o'z navbatida. Endi fuqarolik qonunchiligi bo'yicha ijara shartnomasini tuzishda alohida shakl belgilangan, ya'ni o'sha tadbirkorlik subyektlari uchun yozma shakl deb belgilandi. Yozma shaklga rioya qilmasdan turib siz og'zaki, ya'ni o'sha aytib o'tilgandek soliq organini shunchaki ro'yxatga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, bu holatda siz ijara shartnomasining shakliga rioya qilmagan hisoblanasiz. Va bunda ertaga xuddi shu kabi nizolar kelib chiqqan taqdirda siz sud orqali ushbu huquqlaringizni talab qila olmaysiz. Sababi o'z-o'zidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Ya'ni
fuqarolik kodeksida belgilab berilgan, ya'ni bitimni shakliga rioya qilinmaydigan bo'lsa, bu holatda bitim o'z-o'zidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin bo'ladi. Va shu sababli ham ijara shartnomasining shakliga alohida rioya qilish lozim. Va ijara shartnomasi o'z navbatida haqiqiy emas deb topilgandan keyin siz nizo kelib chiqqan taqdirda ushbu sanab o'tilgan huquqlaringizni talab qila olmaysiz. Va shu sababli ham ijara shartnomasi istalgan tadbirkorlik subyektlarini ijara shartnomasini tuzayotgan vaqtda birinchi navbatda yuristlar bilan maslahatlashishi va ijara shartnomasini tuzdirish, ya'ni shaklini tayyorlatib olishi lozim. Va bunda shu ijara shartnomasida o'zini huquqlarini himoya qilish uchun, uni manfaatlarini himoya qilish uchun o'z talablarini, shartlarini kiritib o'tib, ushbu shartnoma orqali tuziladigan bo'lsa, bu holatda siz ertaga nizo kelib chiqqan taqdirda o'sha yetkazilgan zarar yoki boshqa xarajatlar uchun qilinadigan to'lovlarni qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizga ham shu va shunga o'xshash masalalar bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.